Assalomu alaykum do'stlar. Bugun bizlar 150 dan 200 gacha bo'lgan fe'llarni ko'rib chiqamiz. Fe'llar ro'yxati. Bu fe'llardan hozir test ishlaymiz. Qani ketdik. Einchecken. Ro'yxatdan o'tmoq. Auschecken. Chiqmoq. Abfahren. Jo'namoq. Ankommen. Yetib kelmoq. Starten. Boshlamoq. Landen. Qo'nmoq. Steigen. Ko'tarilmoq. Senken. Tushirmoq. Betreten. Kirish. Verlassen. Tark etmoq. Verdienen. Pul ishlamoq. Sparen. Tejamoq. Ausgeben. Sarflamoq. Investieren. Investitsiya qilmoq. Wechseln. O'zgartirmoq. Riskieren. Risk qilmoq, xavfga qo'ymoq. Schützen. Himoya qilmoq. Fliehen. Qochmoq. Verfolgen. Hujum qilmoq. Treffen. Uchrashmoq. Verpassen. O'tkazib yubormoq. Fangen. Ushlamoq. Werfen. Uloqtirmoq. Schlagen. Urmoq. Treten. Qadam bosmoq. Stoßen. Ko'tarmoq. Umziehen. Ko'chmoq. Heben. Ko'tarmoq. Senken. Tushirmoq. Reparieren. Ta'mirlamoq. Zerstören. Buzmoq. Installieren. O'rnatmoq. Warten. Kutmoq. Planen. Rejalashtirmoq. Entwickeln. Rivojlantirmoq.
Produzieren. ishlab chiqarmoq, Importieren. import qilmoq, Exportieren. eksport qilmoq, Liefern. yetkazib bermoq, Bestätigen. tasdiqlamoq, Akzeptieren. qabul qilmoq, Kritisieren. tanqid qilmoq, Loben. maqtamoq, Bewundern. hayratlanmoq, Verehren. hurmat qilmoq, Hassen. nafratlanmoq, Lieben. sevmoq, Fürchten. qo'rqmoq, Träumen. orzu qilmoq, tush ko'rmoq, Sich sorgen. xavotirlanmoq. Mana aziz do'stlar, bu safar ham bitta xatoga yo'l qo'ydim va uning to'g'ri javobi verfolgen, quvmoq. Sizlar nechta to'g'ri topdingiz? Endi shu xatoni eslab qolib, testni yana bir marta ishlashimiz mumkin. Bu safar nemischa o'zbekcha emas, esda oson qolishi uchun o'zbekcha nemischa qilib, xuddi shu oraliqda shu fe'llarni ishlashimiz mumkin. Bu yoqda bitta muammo, o'zbekchada translate yo'q. Ammo bu biz uchun muammo emas. Chunki o'zimiz o'zbekmiz. Ro'yxatdan o'tmoq. Plyus tarafi to'g'ri variantni belgilaganingizda translate yana bir marotaba o'qib beradi. Ro'yxatdan o'tmoq. Einchecken. Einchecken. Auschecken. Auschecken. Jo'namoq. Abfahren. Abfahren. Yetib kelmoq. Ankommen. Boshlamoq. Starten. Mana aziz do'stlar, video cho'zilib ketmasligi uchun videoni kesib oldim. So'zlar esga qolish uchun o'zbekcha, nemischa, o'zbekcha qilib qayta ishlab yodingizga oson qolishi mumkin. Endi bularni muloqotda qo'llash uchun sizga ozgina grammatika ham kerak bo'ladi. Bu esa so'z boyligini oshirib olgandan keyin uni ham bosqichma-bosqich o'tish niyatim bor.